Javola Chinobod tumaniga avtomatik darvozalarimizni 3 tasini avtoservis xizmatiga mana o'rnatib berganmiz. Darvozalarimizni hammasi iniga ham bo'yiga ham 3,5 dan bo'lgan. Mana ish jarayonimiz bitta akamizga pultni topshirmoqdamiz. Aka, qullug' bo'lsin. Shu biz ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlarga darvoza haqida o'z fikringiz. Darvoza kachествоsi xudo xolasa yaxshi. Biz aytgandek muddatga qo'yib beriladi. Sizlarga katta rahmat. Kachестволari yaxshi ekan. Salomat bo'linglar. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ijtimoiy tarmoqda shukrlar avtomat darvozasiga sizlarga tavsiya qilamiz. Bemalol buyurtma qilishlaringiz mumkin. Qullug' bo'lsin aka. Rahmat. Har qanday uy fasadiga mos keluvchi hamda servis, avtoservisga mos tushuvchi fasad tanlamaydigan va avtomatik darvozamiz haqida ma'lumot olish xohlasangiz, shukrlar avtomatik darvozachiga murojaat qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot ekran pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasiz. Sizni kuzatishda davom eting.